Do'stlar, 6 apreldan boshlab Azonda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Sizlar bilan men Akrom Biznes bu o'zgarishlarga oddiyroq va soddaroq tilda tushuncha berishga harakat qilaman. Boshladik. Dastlabki o'zgarish bu logistikaga taalluqli bo'ladi. Demak, FBO, FBS снижаем tarifы на logistika deb bizga ma'lumot beryapti. Ya'ni logistikani narxini ozaytiryapmiz degan ma'noda bizga ma'lumot beryapti. Lekin e'tiborliroq bo'lamiz. Asosan logistikamiz eng katta o'zgarish bu 5 litrdan yuqori bo'lgan mahsulotlarga taalluqli, ya'niki sizlarning gabaritinglar katta bo'lsa va sizlarga ancha o'zgarishlar bor va yana ham chuqurroq bu logistika izмененияsiga agar kiradigan bo'lsak, demak, soddaroq tilda tushuntirishga harakat qilaman. Qaranglar, shu paytgacha biz logistikani birinchi bo'lib bizga xalaqit berayotgan narsa среднее время доставкаga bog'liqligi edi. Ya'ni siz qancha tezroq mahsulotingizni klientga yetkazib bersangiz, demak, shuncha ozroq logistikaga xarajat qilgansiz. Ya'ni bu juda ham ko'pchilikka, juda ham ko'p Azonda sotuvchilariga xalaqit bergan. Ya'ni logistika o'zi aslida 43-44 rubl bo'lsa, 1 litriga yetkazib berish narxi, uning ustiga shu среднее время доставкani to'g'ri nazorat qila olmaganligini orqasidan qo'shimcha pul to'lab, shu 43-44 rubllik xarajatni 120-130 rublga moslab to'lagan. Chunki среднее время доставкani ozaytirish uchun siz juda ham ko'p klasterga bir paytda o'zida mahsulotingizni yuborishingizga majbur bo'lardingiz. Demak, bu среднее время доставка degan tushunchasi Azon logistikasida umuman yo'qolib ketadi. Ya'ni yozishi bo'yicha 6-apreldan boshlab umuman bu usulni yo'q qilamiz deyapti. O'rniga boshqacha usul joriy qilamiz deyapti. Endi shu yerga e'tiborliroq bo'lasizlar. Qanaqa usul? Ya'ni mayda tovarlar uchun, ya'ni 5 litrgacha bo'lgan tovarlar uchun foydasi borki, yo'qligini oxirida o'zingizlar xulosa qilasizlar. Demak, Azon aytayapti, endi deyapti sizlar deyapti, важный sentralniy skladlarga yuklasanglar mahsulotinglarni va неважный bo'lgan skladdan mahsulotinglar klientga ketib qolsa, ya'ni ikki xil skladni aytayapti. Prioritetniy sklad, neprioritetniy sklad. Ya'ni muhim bo'lgan skladlarga yuklab, har doim yuklab yursanglar, demak, sizlarga hech qanaqa qo'shimcha to'lov joriy qilinmaydi. Ya'ni aytaylik, vaqtida bular bergan skladlar bilan ishlasak, hech qanaqa добавка yana qo'shib to'lamaymiz. Lekin agar klient zakaz qildi, важный sklad aytaylik Sankt-Peterburgdan mahsulotimiz ketish kerak edi va bu skladga yuklamagan bo'lsak mahsulotimizni, demak, sotuv narximizni ustiga 2% dan 8% gacha, даже endi 0% dan 8% gacha, demak, biz ustma to'lashimiz mumkin bo'ladi mahsulotning logistikasiga. Aytaylik, o'zi sizga zakaz tushdi, Peterdan borish kerak edi. Peterdagi, Sankt-Peterburgdagi покупательga zakaz tushgan holatda Peterda sizning tovaringiz bo'lmagan va boshqa skladdan klientga bordi. Shuni evaziga siz sotayotgan mahsulotingizni sotuv narxiga nisbatan aytaylik 8% logistikaga qo'shib berasiz. Bu degani, agar 1000 rublga mahsulot sotayotgan bo'lsangiz, siz boshqa важный bo'lmagan skladdan borganligi uchun yoki imенно Sankt-Peterburgdan mahsulotingiz bormaganligi uchun siz logistikangizga 80 rubl, ya'ni 1000 rubl 8%, 80 rubl qo'shib to'laysiz. O'ylaymanki, sizlarga tushunarli bo'ldi. Xo'p, yana bir holati, ya'ni yaxshi holati shundaki, demak, asosiy skladlarga mahsulot joylab olishlik bu unchalik muhim, ya'ni bir qiyin, muammoli narsa emas. Demak, buni o'zimizning kontrolimizga olsak bo'ladi va agar mahsulotimiz muhim deb hisoblanmagan skladlardan klientlarga yetib borsa, hech qanaqa qo'shimcha nima deydi, to'lov qilmaymiz. Shu minimal hisoblash bo'yicha litrimizdan kelib chiqqan holatda albatta hisoblanib biz logistika to'laymiz. Demak, bu logistika o'zgarishi, ya'ni logistikani hisoblash usulining o'zgarishi meni hisobim bo'yicha ko'pchilikka foydaliroq. Ya'ni bu usulga moslashib olishlik, to'g'ri skladlarga mahsulotni zaryadni jo'natib olishlik va har doim ostatkani sildit qilib borishlik bu logistika xarajatimizni to'g'ri ozaytira olishligimizga olib keladi va kimda-kim shu yangi o'zgarishga moslasha olsa, logistikadan yaxshigina pul ekonom qilsa bo'ladi. Xo'p, keyingi o'zgarishimiz bu Azon komissiyasini butun boshlik yangicha usulda hisoblayapti. Qanaqa desam bo'ladi? Shu paytgacha hech qaysi marketplace bunaqa keskin burilish qilmagan edi. Ya'ni 6-apreldan boshlab FBO, FBS, FBS Real hammasiga
komissiya to'lash usulini botomon o'zgartiryapti. 6 apreldan boshlab Azon endilikda sizni mahsulotingizni komissiyasini siz sotuvga qo'ygan mahsulotingizni sotuv narxiga nisbatan hisoblashni boshladi. Bu nima degani? Aytaylik, biz mahsulotimiz 300 rublgacha bo'lgan mahsulot, ya'ni 300 rublgacha bo'lgan narxda sotayotgan bo'lsak, demak, shu paytgacha ishlab kelgan, ya'ni tarif, ya'ni 20% komissiya to'laymiz. Endi qaysi kategoriya sotishimizdan qat'iy nazar, ya'ni bu avtozapchast bo'ladimi, bu kitob bo'ladimi, bu aytaylik bir adejda bo'ladimi, farqi yo'q. 300 rubldan 1,5 ming rublgacha bo'lgan narxdagi biz sotuvchi bo'lsak, ya'ni mahsulotlarimiz 300 rubldan baland va 1,5 ming rublgacha bo'lgan bo'lsa, demak unga boshqacha komissiya to'laymiz. Ya'ni bu haqida ham alohida fayl bizga berildi. Ya'ni 2 oy oldin siz tayyorgarligingizni ko'rib oling degan ma'noda bizga Excel fayl berildi va kim qaysi kategoriyada sotsa, nech puldan sotsa, qancha komissiya to'lashligi haqida ma'lumot qoldirgan. Agar shu ma'lumot, ya'ni Excel fayl kerak bo'lsa, izohlarda Excel fayl tarif deb yozsanglar, biz sizlarga albatta bu faylni yuboramiz. 1,5 mingdan yuqori bo'lgan narxda mahsulot sotsak, yana boshqa komissiya to'laymiz. Demak, do'stlar, bu o'zgarishdan kelib chiqib biz shunday tushunchaga ega bo'ldikki, endi buni bu yog'iga o'yin yanada qiziqroq bo'ladi. Kimda-kim shu yangi narx qo'yish strategiyasiga moslasha olsa, demak bu o'yinda albatta yutib chiqadi. Hammalardan so'rab qolamanki, albatta unit ekonomikalarni qaytadan ko'rib chiqishni boshlanglar, chunki o'zgarishlar juda katta. Bu yerda to'g'ri moslasha olgan va to'g'ri strategiya tuza olgan sotuvchilargina foyda qilib qoladi. Nimaga desanglar, Azon borgan sari o'yinni usullarini qiyinroq qilib qiyinlashtirib boryapti. Ya'ni oddiy odam, oddiy bu sohada просто попробовать qilib ko'raman, o'zim sinab ko'raman deganlar yutkizish ehtimoli borgan sari yuqorilashib ketyapti. Demak, bu sohaning ichiga yana ham chuqurroq kirgan, yana ham bularni algoritmlarni tushungan va bular chiqargan o'zgarishlarga moslasha olgan sotuvchilarni yana ham foydasi oshib ketyapti. Demak, borgan sari Azon o'zini shu darajada ya'ni yo'nalishini o'zgartirib, ya'ni sotuvchilarga bo'lgan imkoniyatlari va xaridorlar bilan ishlash usullarini keskin o'zgartirib boryapti. Bu albatta bunga sabab deb o'ylayman o'rtadagi raqobat. Albatta bilamiz, Wildberries bilan Azon bir umrlik raqobatdosh desak ham bo'ladi va bir-biriga qo'llayotgan usullari to'g'ri tushunsak, to'g'ri algoritmni to'g'ri o'qollasak, biz sotuvchilarga ancha qo'l keladi deb o'ylayman. Do'stlar, o'zgarishlar juda muhim. Vaqt esa borgan sari oz qolyapti. 6-aprelgacha hammalar o'zlarini savdo strategiyalarini qayta ko'rib chiqib va bu o'zgarishlarga moslashib, ya'ni ma'lum bir narxdagi kategoriyalarga o'zlarini prayslarini ajratib olishligini maslahat beraman va 6-apreldagi o'zgarishlarga mos holatda va albatta to'g'ri savdo yo'lini tanlab, to'g'ri narxlar bilan, to'g'ri hisob-kitob bilan savdolarni davom ettirishinglar tilab qolaman. Sizlar bilan men Akrom Biznes. Shunaqa foydali videolar kerak bo'lsa, albatta izohlarda video kerak deb qoldiringlar. Shunga qarab biz vaqt ajratib, jamoamiz bilan sizlarga yangiliklar va har xil o'zgarishlar haqida o'z qarashlarimizni video orqali sizlarga yetkazib boramiz. Ko'rishguncha xayr, like bosishni unutmanglar.